Buyuk Britaniya fuqarolari marhum Jon va Phyllis Emily Le Breton O'zbekistonning Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Tegishli farmon Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1-may kuni imzolandi. Buyuk Britaniyaning Jersey orolida yashagan er-xotin Ikkinchi jahon urushi davridagi nemislar istilosi paytida qochoq harbiy asl ismi Boqijon Akramov bo'lgan Tomni yashirib, boshpana bergani bilan tanilgan. Oila Tom ehtimoliy tintuv paytida tezda yashirinishi uchun uyda yashirin lyuk va pana joylar qurgan. Qochqin oilaning bir a'zosiga aylandi. Bolalar bilan o'ynadi, ularga ertak o'qib berdi va kundalik yuritdi. Er-xotinning qizi Dulsi keyinchalik uni sevimli amakim deb eslagan. Urush tugagach Tom Britaniya hukumati tomonidan boshqa asirlar qatori Sovet ittifoqiga qaytariladi. Boqijon Akramovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. 2022-yilda oila uni izlab topishga urinib ko'rdi. Er-xotinning nabirasi Carolyn Horn 2022-yilda oila tarixini jurnalistlarga faol ravishda gapirib berdi va Tomning kundaligi nusxalari hamda boshqa materiallarni topshirdi.